Men bir ogiz gap aytishga ulgurmadim. U lablarini labimga tekkizdi. Avval sekin, so'ng ehtirosliroq. Qo'llari yelkama-yelkamdan pastga sirgaldi. Tanam titrardi. Menga bunday yaqinlik ko'pdan beri kerak edi. Uning har bir harakati, lablarining har bir bosishi yuragimga urilayotgandek edi. Men uni birinchi marta ko'rganimda ko'zimga juda oddiy ko'rindi. Shu qadar sodda va bexavotir nigohlari bor ediki, yuragimda hech qanday xavf uyg'otmadi. Ammo aynan o'sha bexavotir nigohlar yuragimni butunlay egallab olishini hech o'ylamagandim. U Jamshid, 26 yoshda, men esa 34. Boyimda bolam yo'q, ajrashganman. Uni esa bu holat qiziqtirmasdi. Menga yoshing emas, yuraging kerak, derdi u. Bir kecha dugonamning tugilgan kuni. U yerga bormoqchi emas edim, ammo ichimda nimadir meni itarardi. Men ozgina pardoz qildim, qizil ko'ylak, oddiy toqchigarang kurtka. Qoshlarimni sekin tortdim, yengil atir purkandim. Yuzimda hayajon, yuragimda ehtiyotlik bor edi. U meni birinchi bo'lib payqadi. Ko'zlarimiz to'qnashdi. U qarab turardi, to'xtamay, iltifotsiz emas, lekin ochiq nazar bilan. Sizni ilgari ko'rganmanmikan? Men jilmaydim. Ehtimol tushda. U kuldi. Suhbat boshlandi. Tun esa kechga aylandi. Kecha esa orzu bo'ldi. Bayram tugagach u meni uyimga olib bordi. Mashinasida jim ketdik. Faqat fon musiqasi va yuraklarimizning urishi. U yo'lda to'xtadi. Derazadan sovuq shamol kirardi. Menga qaradi. Bugun ketgim kelmayapti. Men indamadim. Boshimni sekin quyi soldim. Sochlarim yuzimni yopdi. U asta qo'limdan ushladi. Sovuq qo'llari hayajonli edi. Men tanamdan issiqlik o'tganini sezdim. Uyimga chiqib bir piyola choy ichasanmi? Shunchaki choy emasligini u ham, men ham bilardik. Uyga kirganimizda xona iliq edi. Men choy qo'ydim. U esa paltosini yechib divanga o'tirdi. Meni tomosha qilar, ko'zlarida istak porlardi. Men choy olib chiqdim. U choyni olmadi. O'rnidan turib menga yaqinlashdi. Sochlarimni orqaga surdi, yuzimga qaradi. Qo'llari belimni quchdi. Nega bunchalik chiroyli bo'lasan? Men bir ogiz gap aytishga ulgurmadim. U lablarini labimga tekkizdi. Avval sekin, so'ng ehtirosliroq. Qo'llari yelkama-yelkamdan pastga sirgaldi. Tanam titrardi. Menga bunday yaqinlik ko'pdan beri kerak edi. Uning har bir harakati, lablarining har bir bosishi yuragimga urilayotgandek edi. Men orqaga tisarildim, lekin u mening qo'limni tutdi. Qo'rqma, faqat mehr. U meni ohista yotogimga boshlab bordi. Oramizda faqat yurak tovushlari. Ko'zlarimiz gapirardi. Men hech qachon o'zimni shunchalik ochiq, ammo xavfsiz his qilmagandim. U menga ohista yaqinlashdi. Lablari yelkamdan bo'yin chetimga tushdi. Nafas olishi yuragimga urilardi. Qo'llari ehtiyotkor, ammo ishtiyoq bilan tanamni o'rganardi. Ko'zlarimni yumdim. Tanamda issiqlik to'lqini yurib ketdi. U kiyimlarimni asta yechardi. Har bir tugma bir ehtiros, bir ishonch edi. Men hech qachon bunchalik jismoniy yaqinlikni ruhan to'liq qabul qilmagan edim. U menga so'zsiz sevgi berardi. Tanamni, qalbimni quchardi. Har bir nafasida meni his qilardi. Harakati tez emas, lekin chuqur edi. U menga: "Seni hech kim bunchalik sevmagan, tog'rimi?" Men faqat ohangraboday: "Ha", dedim. Tong otganida u meni bag'rida quchib yotar edi. Sochlarimni silab sekin opardi. Ko'zlarimni ochdim. Uning ko'zlari menga qarab turardi. "Kechagi tun", dedi u, orzum edi. Men indamay faqat quchdim. U meni quchoqlab peshonamga lab tekkizdi. U tanamni emas, qalbimni yengib olgan edi. Endi men boshqa edi. Yuragimda uyg'ongan ayollik, istak va ishonch faqat unga tegishli edi. Bu oddiy sevgi emas edi. Bu kechikkan, ammo to'liq bo'lgan ehtiros edi. Bu odamni ichidan eritadigan, uni boshqa odamga aylantiradigan tuyg'u edi. U bilan men qayta tugildim. Ba'zida bitta tun butun umrga o'z izini qoldiradi.